Assalomu alaykum hammaga. Bugun bize Xorazmdagi eng katta maktablardan birisi Aman School'damiz. Hozir sizlar bilan birgalikda girib maktabni ozgina sayohat qilamiz va o'quvchilar bilan ozgina savol-javob qilamiz. Qani, ketdik. Nechalardan o'qib yuribsiz Aman School'da? 2 ay bo'ldi. 2 oydan beri o'qib yuribmiz. Aslida 1,5 oy bo'ldi. 1 oydan beri 1 oy bo'ladi o'qib yurganimizga. 4-sentyabrdan beri. Shu 2 oyda nimalar o'rgandingiz? 2 oy ichida shu biznes fakultetini tanlaganim uchun matematika, ingliz tilini chuqurlashtirib o'rgandim. Ko'p narsani o'zim maktabimda o'rganib bilmagan narsalar bera o'rgandim. O'qituvchilar hammasi bilmagan narsalarni tushuntirib berdi. Ingliz tilidan darajamni B1 darajaga ko'tardim. O'zi beginner edim, B1 darajaga ko'tardim. Anglizchadan, matematikadan yaxshi ochishni, yaxshi yetishlar. To'g'ri rejimni uxlashni, to'g'ri ovqatlanishni, yaxshi o'qishni o'rgandim. Ovqatlarni ichki ovqatlar ekanmizcha? Ovqatlar timzoq. Mazali. Ovqatlar mazali, to'yimli. Odim mazı. Palov, yanitsa. Shu palov yoqdi. Aman School'ni bir so'z bilan ta'riflang. Aman School kelajak sari yo'l. Aman School shu liderlar maktabi. Hozir maktab direktoridan ham savollarımıza javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirda Urganch filialida necha o'quvchi tahsil olyapti? Aman School'da Urganch filialida hozir 320 dan o'quvchi tahsil olib turibdi bizada. İkinci savolimiz o'quvchilarning salohiyati nechik? Ya'ni bilim berishda qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Har doim ta'limda har xil o'quvchilar, har xil muhitdan kelgan o'quvchilarimiz va talabalarimiz bo'ladi. Shuning uchun ular o'rganish bo'yicha bizada sal ham vaqt ketdi, lekin hozir ham o'z joy-joyiga tushgani uchun hozir endi qiyinchiliklar bo'lmayapti bizada. Hammani qiziqtirib turgan savol, maktabni oylik puli necha so'm va hozirdan boshqa bir ko'rib turgan ota-onalar bolalarini shunday o'qishga kelsa bo'ladimi? Avval hozir joylarimiz bor. Bemalol bo'lsa bizada 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar kelsa bo'ladi. Qabul qilib turibmiz test orqali. Hozir esa Urganch filialimizda olib to'lov 3 yil o'zi o'quv yili bo'yicha 2,9 million deb belgilaganmiz. Hozir 86 bo'lgan ta'lim xarajatlari ichidan olgan qoldi. 2,9 million so'm. Hammani qiziqtirgan savollarga javob oldik. Ozgina bo'lsam sizlarga ma'lumot berib bildik deb o'ylaymiz. Hammani maktabimizda Aman School'da kutib qolamiz.